Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Zamira bu degani rus tilining grammatikasiz o'rganishning ayni vaqti. Bugun sizlar bilan rus tilida juda muhim bo'lgan mavzuni ko'rib chiqamiz, ya'ni vaqt. Bugungi darsning oxirigacha siz vaqt mavzusini polniy o'rganasiz. Men boshlayman, siz esa like va podpiskangizni ayamang. Boshida biz rus tilida qanday qilib vaqtni so'rashni o'rganishimiz kerak yoki qanday qilib ular bizga savol berishligini bilib olishimiz kerak. Который час? Soat nechi bo'ldi? Который час? Soat nechi bo'ldi degan ma'noni beradi. Или сколько сейчас времени? Hozir nechi soat? Сколько сейчас времени? Siz qanday javob berasiz? Agarda siz ровно soatlarni aytmoqchi bo'lsangiz, 1 час deb beriladi. Сейчас час dня, kunning soat 1 bo'ldi. Час deb beriladi, 1 deyilmaydi. Час окончанияsi yo'q. 2, 3, 4 часа deyiladi. 2 часа, 3 часа и 4 часа. Shunday qilib 1 2 3 4 da shunaqa chisa bo'lib ketar ekan. 5 dan 12 gacha 5 часов, 6 часов, 7 часов, 8 часов, 9 часов, 10 часов, 11 часов и 12 часов. Ruslar asosan 12 soatli formatni ishlatishadi. Bu ular uchun juda ham qulay hisoblanadi. O'zi biz ham 12 soatli format ishlatamiz. Ular ham xuddi shunday qilib 13 soat, 14 soat deyishni aytmadim. Agarda sizda shunday xohish bo'lsa, 21 gacha ham yana часов bo'lib ketaveradi. 20 часов, lekin 21 ga kelganimizda 21 час. Bu ровно soatni aytish edi, juda ham oson. Endi yarim deyishni o'rganamiz. Agarda siz 3,5 demoqchi bo'lsangiz, 3 ga 1 qo'shib aytishingiz kerak bo'ladi. Deylik, mana 3,5 rus tilida pol четвертого bo'lib ketadi. Siz 5 ning yarmi demoqchi bo'lsangiz, pol шестого deysiz. Agarda siz 6 ning yarmi demoqchi bo'lsangiz, pol седьмого deysiz. Agarda siz 7 ning yarmi demoqchi bo'lsangiz, pol восьмого deysiz. Shunday qilib har bitta soatingizga yarim qo'shilib ketaveradi. Siz o'sha narsani eslab qoling. Agarda siz 12,5 demoqchi bo'lsangiz, pol первого deysiz. Pol 1 demaysiz, pol первого, birinchining yarmi. Bu grammatika rostdan ham qiyin, lekin sizda imkoniyat bor. Bizning playlistimizda grammatika bilan rus tili va eshitish rus tili, audio rus tili darslarimiz ham bor. Bemalol kirib, ularni ham eshitib, ularni ham ko'rib, o'zingizga yangi bilimlar olsangiz bo'ladi. Hammasi tekin, sizlar uchun xayrli bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga 5 ta vazifa tayinlab qo'yganman. Siz uni ko'rasiz va rus tilida soat mavzusini yaxshi tushundingizmi, tushunmadingizmi tekshirib ko'rasiz. Takamni ham ko'rib chiqamiz. Takam qachon aytiladi o'zi? Agarda sizda 25 takam bo'lsa, 20 takam bo'lsa, 15 takam, 10 takam va 5 takam mavzusida faqatgina takam ishlatiladi. Undan keyin 30 takam yoki 45 takam demaymiz hech qachon. Boshladik. Agarda bizda 25 takam deylik, 6 dan 25 takam 6 bo'lsa, biz 25 6. Biz 15 takam 9 demoqchi bo'lsangiz, biz 15 9 deysiz. 8 dan 45 ta o'tdi. Agarda siz 10 takam 10 demoqchi bo'lsangiz, ya'ni 950, biz 10 deysiz. 10 takam 10. 5 takam 11 demoqchi bo'lsangiz, biz 5 11 deysiz, ya'ni 10 55. Mana shunday qilib qiyin bo'lgan mavzuni ko'rib chiqamiz. Takamni bildik, yarimni bildik, rovnani ham bildik. Endi oddiy sonni o'zi bo'lsa qanday aytamiz? 5 15. 10 12. Сейчас 10 12, 10 12. Bu A1, A2 soat aytishligi hisoblanadi. Agarda siz nutqingizni qiyinlashtirib, yanada soatni mukammalroq aytmoqchi bo'lsangiz, soatni takamiga bitta qo'shib aytasiz. Masalan, boshiga minutani aytasiz, keyin bitta qo'shilgan soatni deylik. 10 minut 8 deganingiz 7 dan 14 degani bo'ladi. Juda ham mantiqqa qiyin, bu qiyinroq. Faqatgina xohish o'zingizda. Xohlasangiz minutasini o'zini ayting, xohlasangiz takami bilan hozir tushuntirib, qancha o'tganini aytganimdek ayting. Ustoz ko'rmagan shogird mas deyshadi. Shuning uchun men sizga bizning offline va onlayn kurslarimiz borligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Agarda siz rus tilini yanada yaxshiroq ustoz bilan o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol profilimizga yozing. Darajangizni aniqlaymiz, vaqtingizni aniqlaymiz va format yo offline yo onlaynligini. Endi yarim kun va yarim tun deyishni men sizga o'rgatmoqchiman. Agarda siz yarim kun demoqchi bo'lsangiz, polden deysiz. Bu 12:00 bo'lishi mumkin. Agar yarim tun bo'lsa, polnoch yoki polnoch deb aytishadi. Polnoch to'g'riroq. Bu yarim tun degani 00:00 bo'ladi. Bu bizning katta soat mavzuyimiz edi. Endi men sizni bilim darajangizni tekshiraman. Men sizga soatni rus tilida aytaman. Siz uni o'zbek tilida kommentariyaga yozib ketishingiz kerak bo'ladi. 20 minut 4.
Пол шестого. Без 15 9. Без 15 3. Pol десятого. 5 dan 5 to'g'ri javob topdingiz degan umiddaman. Xudo xolisa keyingi darslarda ko'rishguncha paka paka.